Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal kündülük haberlerini görüşüne kızın karşılamız. Ben Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qanıdıqtınlar ekranımızı bolsun. Kelpin nahiyesinde 50 milyon tonluluk titan tümür zapısı bayqaldı. Xitoy Sharqiy Turkistonning tabiiy boylig'ini uzluksiz bulang-talang qilayotgan va chorlash tekshirish harakatini kengaytirayotgan bo'lib, yaqinda Kelpin nahiyasida zapas miqdori 50 million tonna keladigan titan temir zapasi bayqalgan. Atalmish Xinjiang radio televiziya stansiyasining xabar qilishicha, yangi bir qitimliq kon izlash harakatida Kelpin nahiyasidan muhim ahamiyatga ega metal kon boyligi bo'lgan titan temir koni bayqalgan bo'lib, bu Qumul viloyatidan keyin bayqalgan ikkinchi muhim titan temir kon rayoni ekan. Bu kondagi temir rodisining sifati 19,32% dan yuqori bo'lib, zapas miqdori taxminan 50 million tonnaga yetadi ekan. Xabar qilinishicha, titan temir koni muhim kon boyligi bo'lib, qattiqlik darajasi yuqori, havorayning ta'siriga qarshi turish iqtidori kuchli, oson parchalanmaydi ekan. Titan qetishmisi kepak titani ishlab chiqarish qatorliq sohalarda muhim rol o'ynaydi ekan. Alohida fizikalik va ximiyalik xususiyatga ega bo'lganlikdan, titan temir koni yana o'q o'tmas materiallar, raketa yiqilg'usi qatorliq yuqori texnikalik mahsulotlarni yasashga keng qo'llandi ekan. Dunyodagi eng chong energiya iste'molchisi bo'lgan Xitoy Sharqiy Turkistonda neftdan boshqa oltin, platina, kumush, uran, ko'mir, titan qatorliq nurg'unlagan yer osti va yer usti tabiiy boyliqlarini qizib bulang-talang qilmoqda. Halbuki Sharqiy Turkiston xalqi namratlik, muhtojlik ichida yashagandan boshqa, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ostida qirg'in qilib yo'qotib o'tish xavfida turmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistondan chiqqan boyliqlarni faqat o'z manfaati uchun ishlatib qolmay, Sharqiy Turkiston xalqini bostirish, majburiy emgakka silish, yurtlaridan surgun qilish, hatto butunlay qirg'in qilib tugitib, Sharqiy Turkiston zaminini to'liq yutib olishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun harakat qilayotganligini bildirishmoqda. Saadet Partiyasi raisi Türkiye Uyghur meselesinde xalqaro jamiyatni qo'zg'atishi kerak dedi. Konular var. Hala ortak bir tavır sergileyemediğimiz Doğu Türkistan'da bu konulardan bir tanesi. Doğu Türkistan tarihin derinliklerinden gelen bir toprak parçası. Saadet Partiyasi raisi Mahmud Arikan 2 fevral Türkiye parlamentida so'z qilib, Sharqiy Turkiston masalasining xalqaroliq muhim masala ekanligini, Turkiyaning Uyg'urlar masalasida xalqaro jamiyatni qo'zg'atishi kerakligini ta'kidladi. Mahmud Arikan so'zida, oldi bilan Xitoy Sharqiy Turkistonga tajovuz qilgandan buyon 35 million Sharqiy Turkiston xalqini qirg'in qilganligini parlament a'zolariga eskartgan. Orqadan 2020-yili 31 avgust Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharqiy Turkiston haqida doklad e'lon qilib, Xitoy Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari, majburiy emgak va boshqa inson qilipidan chiqqan qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin degan yakunni o'tirg'a qo'yganligini, bir turkum davlatlar Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik jinoyati deb tunganligini ta'kidlagan. U so'zida yana Turkiya hukumati va o'qituvchi partiyalarni parlamentdagi 6 partiya guruhi birlikda harakat qilib, Sharqiy Turkiston masalasida birlashma bayonot e'lon qilishga chaqirgan. O so'zining oxirida Sharqiy Turkistondagi bostirishga qarshi turishning tanlash emas, balki majburiyat ekanligini, har bir insonning erkin holda e'tiqodini qo'g'digan holda yashash huquqi bor ekanligini ta'kidlab, Turkiya hukumatidan Sharqiy Turkiston masalasiga qarata sukut qilmaslik, jasorat bilan ovoz chiqarib, xalqaro jamoatchilikni harakatga keltirishga kuch chiqarishni talab qilgan. Qucha shahrida 5 bal yer tavrdi. Xitoy yer tavrash ahvolidan ma'lumot berish stansiyasining xabarida ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Qucha shahrida 5 fevral Urumchi vaqti soat 5:42 da 5 bal yer tavrgan. Tavrash markazi cho'nqurligining 10 kilometr ekanligi aniqlangan.
Xitoy yer tavrash to'ri xabariga asoslanganda, yer tavrash markazi Tarim yezisiga 13 kilometr, Bugur nahiyasiga 74 kilometr, Shayar nahiyasiga 80 kilometr, Kucha shahriga 82 kilometr, Yangisar nahiyasiga 100 kilometr, Bay nahiyasiga 170 kilometr keladi ekan. Yer tavriganda Kucha shahri, Kola shahri, Aqsu shahri qatorliq joylarda silkinish his qilingan. Xitoy yer tavrash to'rining qisqa xabarlarga asoslanganda, yer tavrash markazining 25 kilometr atrofida 2 baldan yuqori 181 qitim yer tavrigan bo'lib, eng kuchlisi 5.6 bal ekan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq jiddiy ahvolga taqobil turish idorasining e'lon qilishicha, 2 qitimliq dastlabki tekshirishda atrofdagi Shayar, Yangisar, Bay, Unsu qatorliq yerlarda tavrash his qilingan bo'lib, shahar rayonidagi aloqa, tok ta'minoti, qatnash yo'llari va muhim o'rinlarning ahvoli normal bo'lib, hozirgacha o'lish, yaralanish va mol-mulk ziyni to'g'risida doklad topshirilmagan. Amerika Xitoy va Hong Kongdan keladigan pochta yo'llanmalarini chekladi. Amerika pochta mulozimati organi USPS yaqinda muhim bir qaror e'lon qilib, Xitoy va Hong Kongdan Amerikaga yo'llanadigan pochta yo'llanmalarining kelishini keyingi qitimliq uqtirish e'lon qilinganga qadar to'xtatilganligini bildirgan. Wall Kutsi jurnalining xabar qilishicha, bu qaror asosida Xitoy savdogarlari va to'r savdosi shirkatlarining pochta yo'llanmalari orqali mol avatish usuliga qaratilgan. Amerika pochta mulozimati organining ta'kidlashicha, bu cheklama oddiy xatchak yetkazish mulozimatiga ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Mazkur qaror keng doiralik savdo urushining bir qismi bo'lib, bu cheklama Amerika prezidenti Donald Trumpning 1-fevralda imzolagan muhim iqtisodiy qarorlari bilan zich munosabatli ekan. Trump hukumati Xitoydan kirgizilgan mahsulotlarga 10% qo'shimcha boj, Kanada va Meksikadan kirgizilgan mahsulotlarga 25% qo'shimcha boj belgilagan bo'lib, Xitoy buningga qarshi inkos qaytarib, darhol 3 ilish tadbirlarini e'lon qilgan. Xitoy Moliya Ministrligi Amerikaning xom neft, dehqonchilik uskunalari va avtomobillarga 10%, ko'mir va tabiiy gazga 15% qo'shimcha boj qo'ydiganligini e'lon qilgan. Bu o'zgarishlar ikki taraf o'rtasidagi savdo munosabatining texmo jiddiylashayotganligini ko'rsatib beradigan bo'lib, USPSning bu qarori Xitoy bilan bo'lgan savdo ziddiyatining pochta yo'llanmalarigacha kengaytirilganligidan darak beradi ekan. Turkiya Suriya munosabati xalqaroning diqqatini qo'zg'amoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Suriya o'tkinchi hukumatining yangi raisi Ahmed Shar'iyning uchrashishi xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'adi. Turkiya ovoz radiosining xabar qilishicha, Al Jazeera televiziyasi ikki rahbarining o'rtaq axborot yig'inini bevosita tarqatib, Turkiyaning Suriyaga bo'lgan qo'llash pozitsiyasini va Ahmed Shar'iyning Turkiyaning tarixiy rolini maqtaganligini alohida ta'kidlagan. Al-Arabiy televiziyasi bu ziyoratni rayonlik muqimlikni ilgari surishdagi muhim qadam deb baholagan. Suriya davlatlik axborot agentligi Sana uchrashish jarayonidagi bayonotlarni 3 tilda tarqatgan. Shar'iy Turkiya Suriya munosabatining tarix va jo'g'rafiyadan halqagan alohidaligini ta'kidlab, Erdo'g'anni Suriyaga taklif qilgan. Amerikaning nopozliq gazetlari bu uchrashishni muhim ittifoqdoshlarning yaqinlashishi deb ta'riflagan. New York vaqt gazeti Turkiyadagi 3 milliondan ortiq suriyalik musofirlar masalasiga alohida diqqat qaratgan. Gretsiya va Fransiya axborot vositalarimi ikki davlat rahbarlarining terrorlikqa qarshi turish va rayonlik bexatarlik masalalarini muzokara qilganligini ta'kidlagan bo'lib, bu tarixiy uchrashishning Turkiya Suriya munosabatida yangi bosqichning boshlanganligidan darak beradiganligi ilgari surilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.